Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Tarixiy romanlarimiz haqida gap bo'lganda, ko'z ko'ringan davlat arbobi, shoir, yozuvchi, dramaturg Sayfiddin Azizning Sutuq Bug'roxon romanini tilga olmay o'tmaymiz. Gerçi mazkur romanning nashr qilinganiga 25 yil vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, ammo kishilarning so'yib o'qishiga muyassar bo'lg'achqa takror nashr qilinib keldi. Yaqında Millatlar Unsin nashriyoti tarafidan mazkur asarning ovozliq nashri keng o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. Biz mushu munosabat bilan bir qism ziyoli va mutaxassislarni bir yerga jam qilib, tarixning aks sadosi Sutuq Bug'roxon romani haqida maxsus suhbat uyushtirishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Millatlar Unsin nashriyotining muavin boshlig'i, iqtisod fanlari doktori, mazkur asarning mas'ul muharriri Do'lqin Qodir. Programmamizning doimliq mehmonlaridan biri, donliq adabiyot obzorchisi Yalqo Ro'zi. Şu büyük eserlerini özünün kitap cihazlarında kop koydu, etivalaydı. Lekin bu eserlerini okuyduğunda emniyet nurgu adamın vakti çıkmaydı. Bu şunda ahvalası da bunu tartışı, yani bir şekilde tartışıyadı, bunun ahmiyeti oldu. Sutuq Bug'roxon romanı Uyghur edebiyatıga nisbatan bir vakil karakterlik eser hesaplandı. Endi siz depaqsınız Do'lqin efendim, qanda zaruriyat tüpeylidan mush katta eser bu qitim ovozliq nashr qilindi, mushning tayyorlandi. Bu eser hemmimizga ayon 1987 yılı Millatlar Nashriyoti Uyg'ur tahrir bölümünde tahrirlanib, Millatlar Nashriyoti nashrdan chiqib, keyin Merkez Xalq Radio stansiyasi Uyg'urcha chastosida anlatilgandan keyin bu eser jamoat orasida nihoyat yaxshi ta'sir paydo qildi. Ondan bu eser yana 1991 yılı Memleketlik Asallıq Milletler Edebiyatı Tulpar mükafatıga erişken. Mana şunda har qaysi jihatda bir nadir eser bo'lganligi uchun biz bu plan qilib ham Urumchi Irpon elektron şirketi bunu mablag' silib, shu Millatlar Nashriyoti Uyg'ur tahrir bölümünde tahrirlangan ham Merkez Xalq Radio stansiyasida anlatilgan nusxasi bo'yicha bir yil beshida plan qilinib, ovozliq nusxasi nashrga tayyorlandi. Nashrdan chiqqandan keyin ondan bir yil oktyabrda Cungu Uyghur Tarix Medeniyet Tadqiqat Cemiyeti tarafından uyushtirilgan bu san'at kechiligida bütün jamoatchilikka bir qurboniyatlik sovg'a sifatida taqdim qilindi. Endi mushning ovozliq nashri qancha soat o'tkazishda o'qildi? 34 soat 33 minut atrofida bo'ldi. Bu o'zi bir 1000 betdan oshadigan cho'ng hajmlik roman. Demak, bu romanni o'qishda Markaziy Xalq radio stansiyasidagi yosh lektorlar o'qidi, shundaqmi? Shundaq. Ovozliq nashr bilan o'qirmanlar uchrashgandagi ularning inkosi, ta'siri nisbatan yaxshi bo'ldimi? Nihoyat yaxshi bo'ldi. Buni saqlash ya qayta anglash ehtiyoji bor odamlar deskini saqlab anglasa bo'ldi. Endi mening yana bir narsani bilgim kelyapti. Mushundaq takror emgakning ahamiyati bor deb qaramsiz. O'xshamagan odamlarning o'xshamagan tipdagi ehtiyojini qandirish jihatida buni ahamiyati bor. Endi Yalqinqa marhum davlat arbobi, uningkin shoir, yozuvchi, dramaturg Sayfiddin Azizning mayli tarixiy roman yoki she'r, nasr yoki maqollari o'qirmanlarga tunishliq. Bo'libmi Sutuq Bug'roxon romani Sayfiddin Aziz ijodiyatidagi bir vakil xarakterlik asar deyishga bo'ladi. Mush nuqtadan aytganda Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotida Sayfiddin Azizning mushu Sutuq Bug'roxon romani qanday o'rin tutadi? Sutuq Bug'roxon romani Uyg'ur edebiyatıga nisbatan bir vakil karakterlik eser hesaplandı. Sayfiddin efendimninki butkul hayoti ijodiyat bilan, izdinish bilan o'tgan hayot. Gerçi u kishi nihoyat ko'p vaqtini siyosiy munbarlarda, inqilob qaynamlarida o'tkazgan bo'lsa-mu, ammo yana zihniy kuchini markazlashtirib, adabiyotning turli janrlarida ko'plab asarlarni yozib, bir mo'lisulliq adab sifatida o'lim ketdi. Biz eslab baqadigan bo'lsak, Sayfiddin efendi 1935 yılı 20 yaşında Toshkentga o'qishga chiqqan.
Toshkentdagi 2 yillik o'qishini tamomlab kelib, Cho'chakdagi ma'lum bir gazetda muharrirlik qilgan. Bir mezgil o'qituvchilikmi qilgan. Bu Sayfiddin Efendimninki tunji ijodiyati Cho'chakda boshlangan. Ya'ni Yetim To'xti degan hikoyasi 1938-yili Cho'chakdagi Yangi hayot degan jurnalda e'lon qilingan. Shundan keyin Manzara, Yodikor qatorliq mana hikoyalarni yozdi. 18 avgust chaqirilmagan mehmon degan dramalarni yozdi. 3 viloyat inqilobi davrida qanday asarlarni yozdi deganda Xalq do'lqini degandek povestlarni yozdi. Qisos degandek hikoyalarni yozdi. 1950-yillardan keyin hikoya jihatda Turdi Qosimning Xo'shalligi degan hikoyalarni, Ko'rash yo'li degan dramalarni yozdi. 1980-yillardan keyin Sayfiddin Efendimning ijodiyatida haqiqatan bir mo'lusullik davri boshlangan. Bu başlanış yoki hikoyadan yoki dramadan yoki povest romanlardan boshlangan. Adabiyotning barliq janrlaridan boshlangan. Eng oldi bilan Avliyo ota degan hikoyasi jamiyatga nihoyat yaxshi ta'sir paydo qildi. Undan keyin operasi Omon Nisoxon degan shu kitob bo'lib chiqqandan keyin bu jamiyatda kishilarningki shu drama janriga bo'lgan, opera janriga bo'lgan tushunchisini shakllantirdi ham Omon Nisoxonningki badiiy obrazini tunji qatim Uyg'ur o'qirmanlarining qalbida tiklayoldi. 80-yillarning oxirida bo'lib 87-yili ikki parcha muhim asar chiqdi. Birisi tarixiy povesti Tangirtog' burkuti. Yana birisi shu Qaraxoniylar xonligininki qurg'uvchisi bo'lgan Sulton Sutbug'raxonning hayotiga bag'ishlangan Sutbug'raxon nomli xurmoni. 1990-yillarda Sayfiddin Efendimning yana ko'plagan asarlari e'lon qilindi. 2 tomlik Umr dastoni nashr qilindi, 1 tomlik ruboiylar to'plami chiqdi, she'rlar to'plami chiqdi. Ham o'zi Omon Niso operasini ssenariylashtirib, uni kino televiziya ssenariysi qilib yozib chiqdi. Sutbug'raxon romani mushu Sayfiddin Efendimninki o'zining hayotidan muhim bo'lib qolmasdan 20-asr Uyg'ur adabiyoti uchun aytgandimi bir vakil xarakterlik, namoyanda xarakterlik asar deb ayta olamiz. Endi Do'lqin Efendim Mush Qaraxonlar sulolasininki qurg'uvchisi hisoblangan Sulton Sutbug'raxonning hayotiga bag'ishlangan mushu yirik asar butkul Uyg'ur tarixida, Uyg'ur madaniyatida qanday salmoq va vaznni egallaydi deb qaraysiz? Endi Sutbug'raxon desak, bizning ko'p qism kitobxonlarimizga birinchi keldigan uchur tunji bo'lib islom dinini qabul qilgan podshoh deb ko'p odam tushundi. Endi Moş İslam dinini qabul qilish bilan mo'shu jarayondagi O'rta Osiyoning, masalan, Abbosiylar xalifligining munosabati, mo'shu 10-asrdagi butun tarim o'ymonligi atrofi bilan Sharqning, G'arbning munosabati bizning diqqatimizni tortadi. Dal bu vaqtda Abbosiylar xalifligi nihoyat kuchaygan. Hatto butun islom ellari, O'rta Osiyo, O'rta Sharq mo'shu ellari bir madaniyat jihatda yuqori pallaga yetgan. Buxara, Mavarnahr, Bag'dod o'rtasida bir madaniyat yo'li shakllandi. Mo'sh ulanish bo'lgandan keyin ondan mo'shu madaniyatning ta'siri bilan keyindan ulab bizdan Mahmud Qashqardek, Yusuf Xos Hojibdek, Ahmad Yuknakidek, Ahmad Yasaviydek mo'shunda Qaraxonlar davridagi masalan 4 buyuk adib yoki faylasuf mo'shu O'rta Osiyo yoki Abbosiylar xalifligining madaniyat chambarining ta'siri bilan keyindan ulab 11-12-asrlargacha bizdan shunday buyuk olimlar ham buyuk asarlar maydoniga chiqdi. Endi mana sharq taraf qaraydigan bo'lsak, dal 10-asrda o'xshashlar bizning Qo'jo, Ko'san rayonlarimizda o'xshashli Budda dinimi nihoyat taraqqiy topgan. Bizning ajdodlarimizning ayni vaqtdagi o'rni bir necha xil madaniyat, bir necha xil din, ham kuchaygan dinlarni o'zaro qabul qilgan, o'zaro madaniyat almashgan, shu chog'dagi bir yangi o'zgarishga, yangi madaniyatga, taraqqiyotga to'g'ri qaraydigan kallasini nihoyat ochiq bir davrning borlig'ini his qilamiz. Demak, mushu nuqtani aytgan chog'da bu 10-asr atrofidagi bu Sutbug'raxon davrininki bizning Uyg'ur madaniyatimizda nihoyat yaxshi bir oltin davri bo'lgan. Hayotning qomusini oshqin amdi. Bang'oshliq bexudlikdan qochqin amdi. Bilikning konidan go'harni tanlab, xaloyiq boshlariga choshqin amdi. Endi Yalqunka biz muhokama qilayotgan Sayfiddin Azizi Efendimninki mushu Sutbug'raxon romaninki badiiy muvaffaqiyatlari sizning qaysi jihatlarda ro'shan deb qarashga bo'ldi? Uyg'ur romanchiligi 80-yillarda, ya'ni 1980-yillarda
resmi başlanış mezgili kirdi. Bu Stuqbuğaraxan romanımı ana şundaq romançılığı güllep yaşanıp ketmegen, teğin namrat haleti turvatkan, hem şekilleniş haleti turvatkan bir milletinin edebiyatı barlıq kegen. O vaqtki edebi eserlerinin bahalaş mexanizmleri mı teğin callıq emasdi. Şuna 1980 yıllarda barlıq kegen romanlarga nisbeten biz şu devrinin özünün ölçümüde qaraydigan bolsaqmı, Stuqbuğaraxan romanında xalijik muvaffaqiyatlarninki hazırlanğanligini görelemiz. Bu eserninki meyli qurulmasının orunlaştırılışı bolsun, bayan qılınış sənəti bolsun, personajlarni yaratışdaki metodu bolsun, her qaysı cihetlerden izdiniş tipideki bir eser ekanligini, yazgıçının ait astoydil pozisiya tutup, şu tariximizdeki en şallıq davr bolgan Qaraxanilardan ibaret bir parlaq davrininki nima uchun parlaq bir davr bolganligini Stuqbuğaraxandan ibaret bir baş personajninki hayatı ve faaliyetlerge, onun dünya qarışı ve iddisiga bağlap durup tushundirib beradigan. Hamda bizga ma'lum Stuqbuğaraxan bu odamninki hayotida islohotchilik iddisi bor. Mayli e'tiqod islohoti bo'lsin, mayli madaniyat islohoti bo'lsin, bir davrni yangidan isloh qilib, parlaq bir davr yaratishga imkoniyat hozirlagan taraflarni aytirishgan. Demak, shu Stuqbuğaraxan obrazda yoki o'zining tarixiy obrazda qanday xususiyat bor deganda, eng yetakchi xususiyat ma'rifatparvarlik ro'yi bor. Bir güllengen bir cemiyet kuruş, adalet ma'nisiga ega bo'lgan bir cemiyet kuruş, kishilar xotirjam bo'lgan bir cemiyet kuruş. Şuna Qaraxanilar tarixi bizning tariximizdagi eng sharafli bir, unutilg'isiz parlaq bir davr bo'lib tariximizdan o'rin oldi. Mushundaq bir tarixiy davrninki yaratilishida turtkilik rol o'ynagan ham boshlamchi loyihaligchi bo'lgan, shuningga asoschi bo'lgan bir shaxsninki obrazini yaratish bu nihoyatda yuqori badiiy talab qiladigan hem yazgıcıga qiyinchilik keladigan taraflari ko'p. Chunki buning tarixiy nuqtadan qaramasa olmaydi, adabiyot nuqtasidan qaramasa olmaydi. Hem tarixiy nuqtadan qaraylik desak, Sultan Stuqbuğaraxanning hayoti haqida mukammal bir eser yo'q. Mukammal bir tarix bo'lmagan bir odamninki mukammal bir badiiy obrazni yaratish yazgıcıdan haqiqatan cho'nqur izdinish, hem cho'nqur o'zini beg'ishlash, shunday bir adabiy stilni talab qiladi. Bu romanninki hamda eng muvaffaqiyatli chiqqan tarafi nima deganda, hozirgi zamon kishilarimizning qalbida Stuqbuğaraxanning ma'naviy obrazini dastlabki qadamda shakllantirib, uni bir ma'naviy milliy boyliqqa aylantira olganligini deb aytishga bo'ladi. Endi Dolqun efendim ilgirmi Qutat Qublikdan iborat 11-asrda barliq kelgan Qaraxonlar sulolasidagi Yusuf Xos Hojibning katta asrini ovozliq nashr qilib o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan. Shu ovozliq asarlar bir yangi hodisa, yangi shay, yangi kashfiyot sifatida biz bilan uchrashyapti. Demak, ovozliq asarlarning barliq kelishi qanday bir hodisa? Buning tarixi haqida bir tushuncha berib o'tsangiz. Bu ovozliq asar deganimiz ham oddiy qilib aytganda ilgari qog'oz shaklda kitob bo'lsa biz kitobni o'qiymiz. Ovozliq asar barliq kelgandan keyin biz kitobni anglaymiz hamda. Shu buyuk asarlarni o'zining kitob jihozlarida qo'yib qo'ydi, aytib lekin bu asarlarni o'qiydiganga amaliyot nurg'a odamning vaqti chiqmaydi. Shunday ahvollarda buni tartish, yana bir shaklda tartish jihatda buni ahamiyati bo'ldi. Hamda ovozliq asarining tarixiga kelsak, bu 1934-yili Amerikada barliq kelgan shakl, shu internet to'ri bilan, shu sanoat inqilobi bilan munosabatli. Ham buning jarayoni, shu munosabatli bir jarayonni eslab o'tsak, 5-6 qitimliq bir fan texnik inqilob bo'ldi. 20-asrning 30-40-yillarda internet to'ri, har xil nashr shakllari barliq kelib, inson bilan insonning munosabati bir yuqori pallaga yetdi. Uni keyin 4-5, 6 qitimliq fan texnik inqiloblar bo'lib, nihoyat zo'r olamshumul natijalar barliq keldi. Demak, bir-birlab butun sanoat inqilobi o'sha odamni markaz qilib, odamning unumini oshirishni maqsad qilib kelgan. Shunday bo'lgan vaqtida bu taraqqiyotlar ba'zi a'zolarimizning yukini yengillatadi ekan, ammo ba'zi a'zolarimizning yukini yengillatmaydi ekan. Masalan, odamning miyasi bilan ko'zi buni yengillatmadi. Sanoat inqilobi bo'lgan sari, jamiyat taraqqiy qilgan sari oddiy ko'zni olsak, insoniyatning ko'z quvvati bo'lgan sari ojizlab ketyapti. Hatto qanchalik taraqqiy qilgan shaharlarda insonning ko'z quvvati ojizlayapti. Shunday ahvollarda barliq sanoat yoki savdo sohasida shu odamning yana qanday a'zosiniki, qanday ehtiyoji yangillatilmadi. Mushaqda izlanish bo'ladi. Butun savdoning amaliyot qonuniyati mushu bo'yicha ketib boradi. Shunday bo'lgandan keyin ovozliq asarning bir cho'ng aloyligi bizning ko'zimizni ozod qildi.
Şunun bu cihetini aytgan çağda bir yenilik yoki bir haqiqatan amaliy unumi va bir ish bo'ldi. Binoning ulini pishiqla mazmut. Urug'dan biqlig'an moysini ching tut. Kamtar bo'l, armonlar oldingda texi. Cho'ng umid kutmakda senimdan al yurt. Endi Yalqınka, bu qitim endi Erpan şirketi bazaq sağan muşu Sutuq Buğraxan romanninki muqavısida Sutuq Buğraxanның portreti nurg'un kishilar uchun bir yangilik bo'lib tuyuldi. Balkim muşu bir parcha maybo'yoq rasmninki barliq kelishida nurg'un oq ko'rinish va ijodiyat musofasi bog'u deyman. Sutuq Buğraxanninki bizningki milliy hayotimizdagi eng buyuk podshoh ekanligi deshak yo'q. Ammo hozirgacha Sutuq Buğraxanninki obrazi rasmiy ravishda sizilib xalqning qalbida Mahmud Qashqari, Yusuf Xos Hojibning obrazida o'rin ololmadi. Keyin biz ba'zi ichkari o'lkalarga bordik, chet ellarga chiqdik, u yerlarda xilma-xil har qaysi millatlarning tarixidagi munavvar shaxslarningki haykalini yoki bo'lmasa maybo'yoq rasmlarini ko'rdik. Mushu jarayonda bizdagi bu istak texnik kuchaydi. Bu yilning boshida Erpan şirketininki mas'uli Abdullah bilan maslahatlashib, mushu Sutuq Buğraxanninki obrazini biz ma'lum bir rassom bilan so'zlashib, mushuni bir barliq keltirishga tirishsak bo'ldi ekan. Shunda biz maslahatlashib qarasak, ba'zi bizning dangliq rassomlarimizningki yashinib qopti, salomatligi nacharlashibdi, ko'rish quvvati nacharlashibdi. Shuna biz bir qadar yosh, san'at jihatiga tarbiyalanishi nihoyat yaxshi bo'lgan, ham ichkari o'lkalarda, ham chet ellarda ma'lum darajada nomi bor. Ham o'zimi an'anavilik bilan zamonaviylikni, qadimiylik bilan yangilikni nihoyat muvaffaqiyatli holda birlashtira oladi deb qaralgan rassomlardan izlaylik deb oxiri biz Najmiddin Azizini topdik. O Najmiddin Azizi o'zi ichkari o'lkalarda nihoyat yaxshi san'at tarbiyasi ko'rgan. Chet ellarda uzoq mezgil turish jarayonidami o'sha rassomlik san'ati jihatdan cho'nqur izlangan. Er ayol shikilsi rassom biz talabimizni bular yetkazgandan keyin bu Najmiddin Azizi bu talabimizni nihoyat xushallik bilan qabul qildi. Bu qabul qilishda ikki jihatdan nihoyat xushallik bilan qabul qildi. Birinchisi o'zining shunday bir xalqning qalbiga yaqin ham xalqni yoqtiradigan milliy obrazlarning rasmini chizishni o'ylaydiganligini dedi bizga. Yana bir jihatdan meningki buvam Tashoxinim mushu Sutuq Buğraxanninki qabrisini yasatishga ko'ngil bilgan ekan. Meningki tog'am bo'lgan Sayfiddin apandimmi mushu romanni yozibdi. Men rassomlik hayotimda ham Sutuq Buğraxanning obrazini muvaffaqiyatli bir yaratib qo'ysam, bu meningki oilaviy jihatdan aytganda bir shon sharaf deb bu taklifimizni qabul qildi. Shunda 4 oy vaqt ketdi. Demak, nihoyat astoydil sizda butun zehnini berdi. Er ayol ikkisi 4 oy qumulda turib, mushu rasmni chizib chiqib, andan keyin mana bitdi deb bu rasmni bizga ko'rsatdi. Biz bir Sutuq Buğraxanninki obrazining barliq kelganligidan nihoyat suyundik. Aslında qalxdı bu kitabni yazgan jarayonda, mesela bu kitabni yazganda men Beyjingda ko'p paranglashilgan shu vaqtlarda shu Sutuq Buğraxanning tarixi, obraz to'g'riliq. Men bu obrazni yaratishga nihoyat qiziqdim ham butun zehnim bilan buni kirishdim. Oldingi 4 oy jarayonida oldingi 1 oydan oshiq 2 oy vaqtda asosan material ko'rdim, material izladim. Menimcha bo'lsa mayli xulqi mijozi, mayli xarakteri, mayli shu vaqtdagi madaniyat asosi, anakin din nuqtadan o'zim to'g'ri qardim. Shunday bir obraz chiqsa, balkim Sutuq Buğraxanga yaqin bo'lish kerak. Chunki bu faqat bir xil tasvir ostida bo'lgan yaratgan bir obrazda. Palliga yetolmay qolsimu qabram. Manzildan manzilga bosidu navram. Ajdodi izlari qolgan yo'l bilan yetkisi palliga tuman ming chavram. Endi balkim Dolqin apandim sizlar mushu ovozliq nashrni ishlashda, mushu muqovini loyalashda, mushu portret
resim, balkim o'sha asarning qiymatini oshirish, ovozliq nusxasining bugungi o'sniga bir yangilik bo'ldimi qandaq? Shundoq. Biz nashrdan chiqish oldida bizning nihoyat ko'p zehnimiz shu portret rasm to'g'riliq bo'ldi. Chunki mazmuni ilgari nashrdan chiqqan, radioda anlatilgan, uningdan biz jiq qusur topqidek masala yo'q. Ammo portret bir chiqqandan keyin xalq orasida e'tirof qilinadi yoki jamoatga e'lon qilindi. Buni e'tirof qilish masalasi va har xil g'ulg'uli bo'lishi mumkin, fikr bo'lishi mumkin. Shuning biz bu masalaga nihoyat astoydil muomala qildik. Shuning oldi bilan munosabatlik shu san'at mutaxassislaridan fikr oldik. Ondan bu asarga munosabatlik bo'lgan Sayfiddin Aziz oilasidan fikr oldik. Ondan nashriyatning o'zida muzokara qilib, shu Najmiddin apandiga bir shu kasbiy jihatdan shuncha kuchli bo'lgan Najmiddin apandiga bir fursat berib, shu jamoatchilik avval bir o'tirib qo'yish, jamoatchilik bir-birlab bunga baho berib, ondan asarning qiymatini oshirayli deb o'yladik. Chunki endi bu asar haqiqatan hozirgacha bo'lgan portretlar ichida bir qadar yangi elementlar ko'p qo'shilgan bir portret bo'ldi. Bayam Dolqun efendimni tanıştığanda biz dedik, millatlar Unsin nashriyatining muavin boshlig'i deb tanıştırdık. Unda bo'lgandan keyin Unsin ishlarimizning taraqqiyoti haqida ba'zi bir savollarni so'rag'imiz kelyapti. Endi shu saxta Unsin buyumlarini to'sish ham shu haqqoniy yoki to'g'ri yo'l bilan chiqayotgan Unsin buyumlarining hurmatini saqlab qilishda sizning qanday fikr takliflaringiz bor? Endi bu Unsin buyumlari yaqinqi yillardan buyongi yangi shay. Optik diskini asosi vosita qilgan mushkul taritish shakli Abnurayimizda yana cho'ng bir bozor bor. Ammo bu bozorni shu saxta nashr buyumlari egallab ketyapti. Bu hamda saxta nashr buyumlariniki bundoq olib ketishda bunda 3 sabab bo'ladi. Birisi qonun nizomlarninki mukammal bo'lmasligi. Ikkinchi birisi texnik sabab. Uchinchi birisi xalqninki shu bilim mulk huquqi bo'lgan tonishi, saposi masalasi. Bizning munosabatli qonun nizomlarimizning e'lon qilinish nisbati jamiyatdagi saxta nashr buyumlariga nisbatan aytgan chog'da nisbatan kengroq bo'ldi. Mayli qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar, saxta nashr buyumining o'zi bir qonunsiz faoliyat. Bu emniyet xalqimizning o'ziningki madaniyat faoliyatiga, madaniyat shirkatlariga, nashriyat o'rinlariga o'rtaq ziyon yetkazadigan bir ziyonliq ish. Hozir men qarsam nurg'un saxta nashr buyumlarining ichida bo'libmi bizning millatlar o'zin nashriyatining nomini ishiltib saxta nashr buyum qilgan mahsulotlar yamanjiq ekan. Endi unaqa emas, bizmi boshqa nashriyatlar bilan birlikda biz qadam-qadam qonuniy yo'l bilan nashriyatimizning nomini ham marka huquqini biz tan qo'g'dimoqchi. Endi uchinchi birisi bu xalqninki qonun engi yoki asar huquq eng masalasiga kelsak, buni haqiqatan davlatimiz fuqarolarininki bu jihatga engini ham qonunga tayinib, ham axloqqa tayinib ko'tarishimiz kerak. Buning bir jarayon ketadi. Yana birisi Unsin bozori bilan an'anaviy kitob nashrininki munosabati masalasi. Masalan, an'anaviy shu qog'ozni vosita qilgan nashr shakli bag'on siri doirasi kichiklayotdi. Torni, elektron kitobni yoki Unsinni vosita qilgan bu nashr shakllari bag'onsi doirasi kengayotdi. Ham mening ko'z qarashimda bundoq. Qog'oz kitobninki doirasi bundan keyin bag'on siri ozaydi, lekin u yo'qolmaydi. Uning qog'oz kitobning qimmati yanada kishilarni uzoq vaqtgacha astoydil konkret ko'rdigan odamning nisbatan u mangu uning o'zining qimmatini yo'qotmaydi. Ammo kishilarning tanlash shakli har xillashidi. Endi Yalqunqa Najmiddin apandim Qumuldi ayoli bilan ko'p ijtihod qilib, shu asarga cho'kib, oxiri shu obrazni muvaffaqiyatli yaratibdi. Endi siz shu obrazninki yaratilishiningki muvaffaqiyatli taraflari, yorqin nuqtalari qaysi taraflarda deb qaraysiz? Bu rasmni ba'zilar biz ko'rsatib bakkandan keyin kishilar ba'zilari o'zininki fikrini dedi. Biz bu fikrlarni xulosalab baksak mundaq bo'ldi. Ko'pincha kishilarningki kallasida podsho degan undaq bo'lmaydi ekan. Podsho degan 1001 kecha hikoyalaridagi arab podshohlaridek bo'lish kerak ekan. Ya'ni ba'zilar o'ylaydi ekan, bu cho'qim janggohda jangga qo'mondonlik qilayotgan surlikmi jang kiyimlarini kiygan hayvonlik holatda bo'lsa, undan bu Sutqubog'raxonning haqiqiy obrazi bo'ladi deb o'ylaydi ekan. Amaliyotda Sutqubog'raxon qanday tarixiy reallik ostida dunyoga kelgan deganda, Qaraxoniylar xonligini qurgan qabila necha ming yillik chorvachilik madaniyati an'anasiga ega qabila.
Bular Qarxanilar xalqini qurgan vaqtda o'zining madaniyat an'anasi bilan to'liq xo'shlashib bo'lmagan. Sultan Suxbug'raxon tunji qatam Uyg'urlarda keng ko'lamli e'tiqod islohoti olib borgan, ham madaniyat islohoti olib borgan. Ham bu islohotni qachon olib bordi deganda yosh vaqtida olib bordi. Shunga Sultan Suxbug'raxonningki mayli madaniyat tarixi orqali ko'rinishi bo'lsin yoki real jamiyatdagi shu vaqtdagi ziddiyatlarningki nuqtasi turayotgan ahvoli bo'lsin, Sultan Suxbug'raxon umuman 3 turli ziddiyatningki markazida turgan. Birinchisi tog'isi o'g'ilchaqdan o'ziga mansub bo'lgan xonlik taxtni tortib olishni iborat mushunday bir keskin kurashni boshdan kechirgan. Şu an bunun vücudunda bir xil tevekkülçülük, qaysarlik, nəhayət müstəhkəm bir iradə var. Bu onun xarakteristikası. Yani bir cəhətdən dünyadakı islahatlar içindəki nəhayət qiyin bolğan məşə etiqad islahatını əməlgə aşırğan. Demək, etiqad islahatını oңuşluq əməlgə aşırışmı bir adamın həyatındakı nəhayət çoğ tevekkülçülük hem nəhayət mükemmel bir əxli qurulmağa ega, tədbirçan bir adamınki qoldan keldiği iş. Şuna Sultan Suxbug'raxonningki xarakterda intayin sharafni ko'rarlikka ega ham nəhayət zil masalalarni bir taraf qila oladigan aql farosatga ega shunday bir xarakteristikasini ko'ra olamiz. Shuna bu Sultan Suxbug'raxonning obrazini yaratgan vaqtda Abdurlar dal mana mush taraflarni nazar tutib, uni hashamatlik, surlik o'rdining ichida qo'ymagan. Qirchab qaynayotgan jang maydoniga qo'ymagan. Onu sırtda muayyen bir payt ve muayyen bir mesele üstüde nəhayət ciddi, keskin bir ifade bildiriyotgan altını aşındaq bir momentin tutup algan. Özününki sol yanpışıdaki qilishni sol qo'li bilan nəhayət məhkəm tutqanlığı, anandakin o'ng qo'lida o'zining maydasini ko'rsatib turib, melli bo'ldi ekanman, bu ishni oxiriga chiqarmay qo'ymayman deydigan bir xil irodasini namoyon qilayotganligi chiqib turdi. Bu bir islohotchining obrazi. Bu bir yeni bir tarihi devrini yaratadigan adamning obrazi. Şu anlıqı kiyim kechakka hashamat berish orqali obrazdan surini oshiradigan mandaq an'anaviy qalbdan qechib, iloji va obrazning ichki ro'yitini qazadigan, xarakteristikasini yaratadigan, barliq ko'ngil bilish nuqtasini uning xarakterini ichib berishga yaratgan. Shu Rusayt akamizning Tangirtog' tarimsir kechmişdullah degan bir she'rda Sultan Suxbug'raxon haqida to'xtalgan ozroq bir she'risi bor. Shuni bir o'zingizlarga sunsam. Bir zamonlarda Qarixonlar xon bo'lib, dаңқы keng alam ichida afshon bo'lib, chopchigan baytallar raxshan bo'lib, olmiliq machindiki maydon bilan. Boshqacha nusrat to'lgan u zaman. Boshqacha javlandi bo'lgan u zaman. U zamanda yurt paravan el aman, dil huzurida sharbati paymon bilan. Şu zamanın katısı Sultan Sutuq. Adali adalettin kuchib yurgan utuq. Keyingi tarix batri bo'lg'ash tutuq. Ruh yig'lab to'kdi yosh Afg'on bilan. Biz bugün söhbət üstəlimizdən o'rin olgan Dolqun Qodir shundaqla Yalqun Ro'za apandimlar bilan nihoyat ko'ngillik paranglashdik. Tarixning aks sadasi Suxbug'raxon romani degan temada nihoyat ko'ngillik paranglashdik. Xalqimiz seg'ingan esil asarlarning har xil vositalar orqali xalqimiz bilan yuz ko'rishi nihoyat xo'shallik ish. Biz bu asarning barliq kishilarga manfaat shundaqla lazzat ato qilishiga chin qalbimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.